Olinglar, sizlarga qancha kerak? Rossiyskiy shveller, duxtavr, ugolnik, turba, murba hammasi bor. Hozirda biz Oltiariq tumani Pavorotdan Qapchig'ayga yuradiganda Jdanov degan joy bor. Mana shu joyda eski temirlarimiz. Endi eski bo'lib ham bu yerda barchasi rossiyskiy holatda ajrab chiqqan temirlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, Kaskali bola kanalimizning obunachilari, sizlarga manfaatli bo'ladigan degan umiddamiz. Bu yerda ko'rib turgan barcha temir mahsulotlarimizni katta bazasiga keldik. Bular hammasi ishlab chiqqan temirlar. Xohlasangiz yangilarini ham topish imkoniyatlari bor. Videolardan yiroqlashmaymiz. Like'larni bosib, Kaskali bola kanaliga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum. Saidjamol, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Xo'p, bizni taniysiz, o'zimiz Oltiariqlikmiz. Mana siz ham Oltiariq hududida ish faoliyati olib borasiz. Aynan mana shunday katta temir bazasida ham sotuvchi, ham mana shu joyda ish yurituvchi hisoblanasiz. Hozirda mana obunachilarimizga aytib o'tdim, bu yerda barchasi asosan 90% rossiyskiy materiallar. Mana shu armaturlarimizni bilan eng kichkinasidan boshlaymiz. Armaturlarimizni razmerlari, narx-navolari haqida, misol uchun yangilaridan farqi qanaqa bo'lardi, shular haqida gaplashsak. Bular armatur 10 lik, begavatda armatur hammasi. 5,5 mingdan 10 ligi, 7,5 mingdan 12 liklari. 7,5 ming so'mdan 12 ligi. Hozirda aziz obunachilar, tashqarida begavatni 12 ligini shu 8 ming, 9 ming atrofida olasiz, lekin bu yerda mana tayyor rossiyskiy o'sha begavat deyilyapti, rossiyskiylari ham bor bu yerda. Demak, 10 lik, 12 liklarimiz bor. Qancha dedik narxini? 5,5 ming 10 ligi, 12, 7,5 ming 12. 7,5 ming 12 ligi bo'lyapti. Bundan kattalari ham bor-a? Bundan kattasi ham bor. Bo'lsa o'sha katta joyga o'tib buni ham tanishtiramiz. Qo'limda turgani 28 lik armatur rossiyskiy. Bu yerda kattalari bor ekan. Menimcha 16 lik bo'lsa kerak bu. 20, 22. Ya bu kattalar ekan demak. Bu yerdagilar kattalar. Xo'p, 20, 22, 32, 28. Narxlarini ham bir ro'li aytib o'tib ketaylik, chunki razmerlarimiz har xil ekan bu yerda. 20 lik 21 ming, 22 lik 24 ming, 32 ligi 35 ming, 28 ligi 30 mingdan. Demak, bular rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy ham. Bular rossiyskiy ishlab chiqqan. Bu yerda yangisi bor ekan. Bu yangi begavat. Begavat yangi bor ekan. Qolgani hammasi rossiyskiy ishlab chiqqan. Yetkazib berish qana bo'lyapti? Oltiariq hududi bo'yicha gaplashaveraylik. Yetkazib berish bor va shmatskal texnikalar bor. Muammosi yo'q. Demak, texnika o'zi bilasizlar, hamma joyda yog'och bozori bo'ladimi, boshqa bozor bo'ladimi, texnika narx-navosi alohida hisoblanadi. Bu yerdan metallarimizni kelishgan holatda ukamizdan oladigan bo'lsangiz, shunday tashqarida transportlar sizni qarshi oladi. Xohlagan joyingizga olib borib berishlari imkoniyatlari bor. Xo'p, bu yerdan tashqari hali videoda aytib o'tdim, shveller, duxtavrlar. Asosan xarilik, ko'p joyda ustunlik, shunaqa qilib ishlatishadi. Bularni ham bir ko'rsataylik. Bo'ldi. Saidjamol, bu shvellerlarni aytib o'taylik. Endi hali boshida videoni boshida otib yordim-ku, mana qancha kerak deb. Nechilik bular? 20 lik shveller shu metri 100 mingdan. 20 lik shvellerni metri 100 mingdan. Nechiga nechi bo'lyapti razmerlari? 20 bag'i, eni 4. Eni 4, bag'i 20. Bag'i 20. Buni balandlari ham bo'ladi? Balandroqlari ham bor. Balandlari ham bor. Bu yerda mana nechiligi bu? Bunisi 24 ligi. Bu 24 lik. Eniga 24, bo'yi 10 ekan, a? Bo'yi shunaqa 7-8 10 gacha boraverar ekan. Xo'p, bular shvellerning narxlari. Bu yerda mana duxtavr bor ekan. Duxtavrimiz mana shu. Duxtavrlar bor, bular 24 lik, metri 350 mingdan qidiryapti. Metri 350 ming so'mdan. Metri 350. Necha metrgacha topib beramiz buni? 5 metrdan 6 metrgacha bor. Hozir bor, 5 metrdan 6 metrgacha bor. Undan ham uzoqlarini topilaveradimi? Uzoqlarini topsa bo'ladi. Saidjamol, bu turbalarimiz. Bu turbalar 219 lik turba, narxi 200 mingdan. 219 lik turba, narxi 200 ming so'mdan. Bu arzonroq ekan. Nima sababdan endi bunaqa arzon? Stenkasi sal yuqoriroq 5. Stenasi yuqoriroq. Stengasi 5. Bitta ikkita joylarda teshiklari bor ekan. Buni endi o'sha qurilish sohasida asosiy ustun qilib ishlatsa bo'ladigan turbalar ekan. O'sha ustun qilib ichiga beton quyib yuborishingiz ham bo'laveradi, o'zini holatda ishlatishingiz ham bo'laveradi. Xo'p, turbalarimiz davom etamiz. Bu yerda sariqlar bor.
Bular metri 160 mingdan, razmeri 159. 159, Stenkasi 5. 160 mingdan narxi. Gaz Bu ishlagan. haligi parmali choki bordan ekan, Spiralli. spiralligi. Ha, Gazniki bu. shundan, gazniki. Ha, Toza turba. tozaligi zo'r. Tozaligi zo'r. Og'irligi ham tuzugi yaxshi. Bularchi endi? Bular 100 li turba, stenkasi 3, metri 80 mingdan bular. Stenkasi 3 metr 80 mingdan 100 li. 100 li. Bu ancha bo'yinda bor ekan, bu Bitta yerda. bor, razmerlari kesib sotilaveradi. Aha. O'sha aytib o'tganimizdek, har xil turdagi turbalarimiz bor. Bu yerda bazamizni ko'rib turibsizlar, qanaqangi katta holat. Axtargan, izlagan narsangizni topishingiz mumkin. Biz endi hozir asosiy katta narsalarni ko'rsatyapmiz. Bu yerda apparatlarni zapchaslariga cho'r bor kerak bo'ladigan bo'lsa. Oddiy mana divolni chekkasida ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha karavat deydik, ko'p joyda savri deydi. Bularni oyoqlarigacha bor. Hattoki anchagina narsa bor. Xo'p, bu yerda yana duxtavr. Bu yerda duxtavrlar bor, bular 210 mingdan metri. 210 mingdan metr. Bu nechiga nechi bular? Bular 20 lik. Bular 20. Xo'p. Bular 20 lik. Bu yerda tayyor firmalar bor ekan. Keyin bu yerda firmalar bor, bu toktiki bor, metri 25 mingdan. Mana unisi. Ashla metri 25 mingdan. Mana tayyor firma. Tayyor firma. Metri 25 ming so'mdan. Metri 25 ming. Ugonnidan qilingani bor ekan. Ugonniga donasi 280 mingdan bular. Donasi? Ha? Donasi 280 ming. Donasi 280 ming. Tayyor firma, olib borasiz, tokitsangiz bo'ladi. Demak, tokdan yechilgan ekanda bu. Tokdan chiqqan. Bularchi? Bu turbalar bor 185 mingdan bu qalinlari. Beri ko'klar bor 125 mingdan 114 lik. Mana o ko'klar. Ha? Necha bo'ladi razmerlari? Bular 114, bular 168, 159 shunaqa. Mana onun stenasini qarang, buni kattaligini. Stenmas. Voyda. Bu nimaniki bu? Shu turba oddiy. Turba-yu, qarang turbani bu qalinligini. Stenkasi qalin. Bu kalta turbalarimiz nimaga ishlayapti endi bu? Bular asosan ustunga olishyapti, keyin samovarlarga, ataplennaga, shunday narsalarga o'qishyapti, tokni ustuniga. Tayyor qirqili, kimgadir qanaqadir razmerda zarur bo'ladigan bo'lsa, olib ketish imkoni bor ekan-da. 1 metrdan uzuni, donasi 80 mingdan bular. 1 metrdan uzun. Yo'q, 1 metrdan. To'liq 1 metr. 98 Donasi 80 ming so'm. Donasi 80 ming. 100 likmi bu ham? 89 bular. 89 lik. Degan ugonnilar bor. Ana ugonnilarga yetib keldik. Ugonnilar 60 lik, metri 55 mingdan. 55 ming. 6 lik. 6 lik. 6 lik. Keyin turbalar bor 57 lik, metri 36 mingdan. Aha. Bularda. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda endi Keyin alma turba 14 lik. 14 ekan bu. Ha, bu ham begovatga yangisi bular 12 mingdan. 12 ming so'mdan yangi ekan. Yangisi. Yangi ekan. 12 ming so'm dedingizmi? 12 mingdan yangisi. Saidjamol, bu turbalarimiz. Bu turbalar razmeri 159, narxi 175 mingdan bular. 159 lik, 175 ming so'mdan metri. Ha? Uzunligi anchagina bor ekan, har xil, o'sha 5 metr 6. Xo'p. Keyin bu azbizlar bor, donasi 750 mingdan bular. Donasi 750. Nechilik bular? 300 lik. 300 lik. Bu endi dahanalarga, ko'priklarni tagiga tashlagani bo'laverar ekan. Shunga bo'laveradi. Mana bundaqangi tallar bor. Mana shular ham hatto sotiladi mana. Hali motor tushirib yechadigan tallar. Ustalarimiz uchun tayyor narsalar bor bu yerda. Hamma yo'q bor. Bachoylar bor mana, suv bachoylar, katta yo'msizlar. Xullas, bu yerdan aytyapman, yana qaytarib aytaveraman, axtargan narsangizni topsangiz bo'ladi. Men o'zim ham juda ko'p kelganman, Saidjamol biladi. Qurilish mana oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz, hammom qurilishini ko'rsatganmiz. Ana shuni fortichkalariga, eshiklarining ustiga uголniydi. Arzonroq mana shu joydan olib ketganman men. Bu uголniylarimiz endi. Bu menimcha 5 lik bo'lsa kerak. Bu uголniylar 5 lik. Metri 32 mingdan bo'ladi. Bu ham Rossiyami? Ha, bular ham rossiyskiy hammasi. Hammasi rossiyskiy. Erta-betda jichcha bukilgan netgan joylari bor ekan, buni o'g'nab olish imkoni bor. Mana bunaqangi bukilganlari bor, lekin u quvallada ursa to'g'rilanadi. Stenasi yaxshi? Stenasi 5. Stenasi 5. O'zi ham 5. O'zi ham 5. 32 ming. 32 ming.
Xo'p, endi mana kaskali bola kanalidan ko'rdik deb keladigan bo'lsa, yengilroq narxda qilib berasiz-da bularni. O'sha o'tgan safar o'zimga ham yengil qilib berdingiz-ku, to'g'rimi? O'shanaqangi narxlarda mana shu barcha ko'rsatgan narsalarimizni imkon qadar kelishilib, arzonroq narxlarda qilib berib tursangiz, davomiy yangi mahsulotlar kelsa chiqarib boraveramiz. Saidjamol, mana o'sha aytib o'tganimizdek konteyner bruslari. Konteyner Bularni profillari. narx-navosi, metri qanaqa, razmeri Bular qanaqa? donasi 200 mingdan, uzuni 2 metrdan. 2 metri 200 ming so'm. 200 metr 200 ming so'm. Naryoqda Nari- konteyner narigilar materialidan profillari. qilingan nimalar bor ekan, ha? Profilchalar. Bular va profil. unnufligi. Bular 40 mingdan donasi, chekaragilar 38 mingdan. Bu shveller hisobiga o'xshagan ekan-da. Bular stokka olishyapti bu Ha, narsani. ha, ha. Bular va 40 mingdan, nari chekaragilaringiz bu 38 mingdan. Bular 38 dan. Hammasi donaga, uzuni 230 dan. Qalinliklari zo'r. Bu qalinrog'i. Bu endi profili chista. Bular profillari 53 mingdan, bunisi 55 mingdan, to'rga to'rlari. Bu 53 ming. Ha? Bular 53 mingdan. Ha, prixvatga qilingan shveller qilib. Bular stenasi nechi bo'ladi? Stenasi 2 bo'ladi bular. 2. Bular 2, nari to'rga to'rlar 55 mingdan. To'rga to'rlar 55 ming. Bulari 53 ming. Bu necha razmer? 2 ga 4 bu. 2 ga 4. Nariga 4 ga 4, chekkaragilar 5 ga 5, 75 mingdan. Ha, bular 5 ga 5. Ha? Uzuni 260 dan. 260 dan 5 ga 5. 5 ga 5. Tushunarli. Bular 8 ga 12 profil brus, stenkasi 3. 8 ga 12. 8 ga 12. 8 ga 12. Uzunligi Uzuni 6 metrdan bular. 6 metrdan tayyorlangan. Metri qancha shunda? Metrini 100 mingdan bular. Metri 100 ming so'mdan. Stenasi? Stenasi 3. Stenasi 3 lik. Ha? Og'irliklari, nimalari yaxshi. Og'irlari yaxshi. Xo'p, demak bu yerda istalgan narsani topish imkoniyati bor Hamma ekanda, narsa bor. shundaymi Saidjamol? Mana aziz obunachilar, yana bir manzilni aytib o'tamiz. Oltiariq tumani. Pavorot degan joy bor Oltiariqda. Marg'ilonga, Hamza shaharchasiga, Oltiariq sentriga ketadigan to'rko'cha. Ana shundan Qapchig'ayga qarab yurganda Jdanov degan joy keladi, ya'ni qabriston desangiz o'zi ko'pchilik biladi. Qabristonning yonida, yo'lni bo'yida mana shunaqangi katta temir bazamiz bor. Bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek 90% rossiyskiy materiallar, uyga qurilishingizga ketadigan duxtavr bo'ladimi, shveller bo'ladimi, xarilik, mana bunaqangi ustunlik, turbali ustunliklar hammasi mavjud. Agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, opitsaniyada telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib, o'zingizga axtargan narsangizni bir so'rab, surishtirib bo'ladigan bo'lsa, kelib, ko'rib, olib ketish imkoniyatlari bor. Transport xizmatlari bor, u alohida narx. Salomat bo'linglar, layklar esdan chiqmasin.